Meni uyimda erkeklar ayollarni boqadi. Ayollar erkakni emas. Tushundingizmi? Bo'pti, men ketdim. Ha, ketyapsanmi? Xudoga salom ayting. Dada, ovqatimiz ozmasmi? Aka, Kecha olib borgan ovqatim Xudo boboga yoqmadi shekilli. Boshqacha muomala qildi-da. Shunga biron nima qo'shib olsam ekan. shunaqa degin. Shu qudalarim ham kelin tomon dasturxoniga qarab qopti-da. Ma. Shu pulga 20 ta shashlik qo'shib olgin, shular to'ysin. Jamshidbek, Keling, o'tiring, Asrorjon. Yaxshi keldingizmi? Siz aka, choy damlab chiqaman. Bugun dasturxonlar kuchli-ku, ha? endi qo'ldan kelgancha uydagilar berib yuborishdi. Uydagilaringiz ham salomat bo'lsin-da. Qizim, baq qarang. Labbay dadajon. Qizim, siz narsalaringizni hozir yig'ishtirasiz. Siz bo'lsa, singlingizni o'zingiz bilan birga olib ketasiz. Nimaga dadajon, tinchlikmi? Jamshid, baytga tur. O'g'limga qarangchi, biror joyda nuqsoni bormi? Nuqsoni yo'q bo'lsa, men o'g'limni erkak qilib tarbiyalaganman. Xotinini o'zi boqib oladi. Meni uyimda erkaklar ayollarni boqadi. Ayollar erkakni emas. Tushundingizmi?